Qadrli yurtdoshlar, aziz kanalimiz a'zolari, mana bugun Xudo xolasa haftaning juma kuni ishlarimizni ham yakunladik desam bo'laveradi. Ozgina qoldi mana ko'cha tomonimiz. Albatta bu ishlarni sizlarga taqdim etmoqchimiz. Videolarimiz yoqsa like bosishni va kanalimizga yangi bo'lsanglar obuna bo'lishni unutmanglar yurtdoshlar. Demak bu ko'cha tomonimizni mana uyni tashqi orqa tomoni ana ko'chadan kirganda darvozamiz. Mana tepalarini faqatgina shunaqa g'ishli shaklda bo'lgan. Mana sepilganlari ham juda ham go'zal shaklda chiqqan. Mana so'klarni ham ko'rishingiz mumkin. Demak, hozir bu yerda devorimizni mana so'kili to'q qizil rangda, tepasi ochmalish rang bo'lyapti. Demak, bunda tepa tomonlari mana sepilgan. Apparati sepilgan shakldagi ko'rinishi mana bunaqangi shaklda keladi. Keyin mana so'kilimizga e'tibor beradigan bo'lsak, so'kilimizni sal boshqacharoq, bular albatta valik yordamida qilingan. Mana bu tomonlari ham, ularning laklari ham surtilib bo'lgan. Endi mana darvozaxonamizdan boshlasak, mana ichkari
Hozir bu yerda shu so'kilimizda ozgina kamchiligi qolibdi. Xudo xolasa shuni ham bugun ustolarimiz nihoyasiga yetkazib qo'yishadi. 3D san 3D. Derazalarimiz oq kraska qilingan. Barirlarimizga hali rang berilmadi. Keyin zinalarimizga kelsak, zinalarni ham shu azaka qilib qilinadi. Ularni ham xudo xolasa bo'lsa ko'rsatishga harakat qilamiz. Sakamiz uyatchalik juda tezkor qarab olyapti. Kutganda dam olib charchagan. Aziz yurtdoshlar, mana ishlarimizni, keyingi ishlarimizni ham ko'rsatishga davom etamiz. Biz bilan birga qoling, like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Salomat bo'linglar.